Qabulimga roppa-rosa 3 kun oldin bitta qiz murojaat qilib keldi. Eshikni ochib so'radi. "Doktor, meni bokiraligimni bilib bera olasizmi?" deb. Hayron qoldim. "Kim yubordi seni?" desam, "O'zim kelyapman" dedi. "Ginekologmi, UZIgami?" desam, "UZIga" deyapti. "Kim senga aytdi UZIda bokiraligini bilsa bo'ladi" deb desam, "Aytishdi-da" deyapti. "Necha yoshsan?" desam, "15 yoshman" deyapti. Endi tasavvur qiling, 15 yoshli qiz bokiramanmi yo'qmanmi deb bitta o'zi hech kim yo'q kelyapti-da, UZIga tushmoqchi. Men aytdim, "Qizim" dedim, "UZIda bokiralik ko'rinmaydi. Ota-onang bilan yoki onang bilan opa-singillaring bormi? Ular bilan kelgin, ginekologga ko'ringin, ular maslahat beradilar. Bokiralik qayerda tekshiriladi, qanaqa tekshiriladi" dedim. Juda ham ayanchli holat. Bu narsa juda ham ko'p kuzatilyapti oxirgi paytlar. Shaxsan o'zimga bir necha marotaba kelishyapti shunaqa mavzu yuzasidan. Onasi farzandini olib kelyapti, opasi singlisini olib kelyapti. Aksariyat holatlarda qizlar kelyapti. Bu narsani olib chiqishdan maqsadim nima? Birinchidan targ'ibot ishlarini to'g'ri olib borishimiz kerak. Ya'ni qizlarni bokiraligini saqlash, ya'ni detsinitsiyasini saqlash. Ikkinchidan juda ham jamiyat uchun xunuk narsa hisoblanadi. Va uchinchidan eslatma tariqasida aytib o'tmoqchiman, bokiralik UZI tekshiruvida ham, ginekolog ko'rigida ham tasdiqlab xulosa berilmaydi. Faqatgina ekspertiza xulosasi orqali xulosa beriladi. Sog' bo'linglar.